xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha 2026-yil 1-oyagi davomida amalga oshirilgan ishlar ahvoli, tizimli yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar hamda tumanda huquqbuzarlik hamda jinoyatchilikni oldini olish borasidagi ishlar o'rganilib, tahlil qilinmoqda. Xususan 26-yilning 1-oyagida tumanda jinoyatchilikka qarshi kurash tashkil etish, huquqbuzarliklarning oldini olish, shuningdek tezkor qidiruv faoliyati hamda mahallada sodir etilgan jinoyatlarning oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning obyektiv va subyektiv sabablarini aniqlash, kechiktirib bo'lmaydigan manzilli nazorat tadbirlarini tashkil etishdan doimiy nazorat o'rnatilgan. PQ1 hamda PQ2 son qarorlardan kelib chiqib, tuman hokimligi, prokuratura, ichki ishlar, Milliy gvardiya qo'riqlash bo'limi mahalla uyushmasining tuman bo'limi tomonidan 6-yanvar 26-yildagi qo'shma qaror qabul qilinib, unga ko'ra tuman prokuraturasi huzurida mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasi borasidagi ishlarni kompleks tashkil etish hamda dastur va hududiy yo'l xaritalarining ijrosini tizimli ravishda nazorat qilish maqsadida tuman idoralararo muvofiqlashtirish shtabi tashkil etilib, uning huzurida doimiy faoliyat ko'rsatuvchi ish guruhi tasdiqlangan va ishchi guruhi hozirgi kunda faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Tuman prokuraturasi, ichki ishlar bo'limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idora mahalla va jamoatchilik bilan hamkorlikda jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi kurash borasida bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Jinoyatlarning barvaqt oldini olish va huquqbuzarlikka qarshi kurash bo'yicha bir qator ustuvor vazifalar ishlab chiqilgan. Asosan kamchiliklarga to'xtalib o'tmoqchiman. Tumanda jinoyatchilikni jilovlashga qaratilgan chora-tadbirlarga qaramasdan sodir etilgan umumiy jinoyatlarimiz joriy yilning 3 oyida jami 122 dan tashkil etib, o'tgan yilga shu davrga mos ravishda 22 taga, ya'ni 22% oshganligini ko'rsatmoqda. Biroq shuni e'tiborga olishimiz kerakki, oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarimiz o'tgan yil 25 dan tashkil qilgan bo'lsa, o'tgan yilga nisbatan 7 taga kamayib 32 dan tashkil qilgan o'tgan yil, bu yil 25 dan tashkil qilib 22% ga kamayishga erishilgan. Aniqlangan jinoyatlarimiz 46 dan tashkil qilib 11 taga yoki 31.4% ga oshganligi ko'rsatilmoqda. Shu bilan birga jami jinoyatlar har 100 ming aholi soniga nisbatan 81.4 dan to'g'ri kelib, 8% ga oshgan. Viloyat ko'rsatkichi 105.9 ni tashkil etadi. Jinoyatlar turlaridan qotillik o'tgan yil shu 3 oy davomida ikkita sodir etilgan, bu yil sodir etilmadi. Og'ir tan jarohati yetkazish jinoyat sodir etilmasdan bittaga kamaydi. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar turiga ko'ra talonchiligimiz bittaga, qasddan og'ir shikast yetkazish 3 taga oshgan. Yengil shikast yetkazish bitta, o'g'irlik 6 ta, firibgarlik 4 ta, bezorilik bitta, 6 ta yo'l transport hodisalarining 3 tasi odam o'limi bilan yakunlangan. Mahallalarda 122 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, bitta mahalla qizil mahalla toifasiga tushgan. 4 tasi esa sariq mahalla toifasiga kiritilgan. Biroqda Ko'tarma mahallasida 12 ta jinoyat sodir etilib, qizil hududga tushganligi, ularning 2 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar hisobiga to'g'ri keladi. Misol uchun 10-yanvar kuni tongi soat 07:00 atrofida Chinoz tumani Ko'tarma mahallasi Mehridaryo ko'chasi 8-uyda yashovchi 88-yilda tug'ilgan Mirzayev o'zaro kelishmovchilik oqibatida Ko'tarma mahallasi Gulzor ko'chasi 16-uyda yashovchi 2008-yilda tug'ilgan Elamanov bilan janjallashib qolib, janjal vaqtida Elamanov Mirzayevni qo'l musht bilan yuz sohasiga urib, so'ng oyog'i bilan jag' sohasiga tegib, unga o'rtacha og'ir shikast yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi, huquqbuzarlik profilaktikasi bo'limi profilaktika katta inspektor Abdurahmonov tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilib, natijasiga ko'ra 10-fevral 2026-yilda jinoyat tarkibi mavjud emasligi, jabrlanuvchi uni javobgarlikka tortishga ariza bermaganligi vaji bilan Jinoyat kodeksining 325-moddasiga ko'ra asossiz ravishda jinoyat ishi qo'zg'atish rad qilish to'g'risida qaror qabul qilingan. Ushbu qaror shoshmachoqlik bilan qaror qabul qilinganligi aniqlangan. Bundan tashqari xuddi shu va Mirzayevning murojaati xuddi shu holat bo'yicha tergov qadar tekshiruv o'tkazilib, jinoyat yashirilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari mavjudligi sababli 19-fevral 26-yilda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov tashkillashtirish uchun tuman tergov bo'limiga yuborilgan. Tergov natijasiga ko'ra o'tgan hafta jinoyatchi yarashuv tartibida sudga chiqarilishi ta'minlandi. Shuningdek, qonun buzilishga yo'l qo'ygan va jinoyatni qasddan sotib olishdan yashirgan hududiy profilaktika inspektori
Abdurahmon va bo'lim rahbariyati mas'ulligi yuzasidan xizmat tekshirish tayinlanib, mas'ullarning intizomiy javobgarligi hal etildi. E'tibor bering, bu davrda bizda bir nafar voyaga yetmagan shaxs tomonidan og'ir jinoyat sodir etilishga yo'l qo'yilgan bo'lib, voyaga yetmagan Akmal birinchi sonli umumta'lim maktabini tamomlagan, ayni damda bir joyda o'qimayotgan, ishlamayotgan bo'lsa-da, uni nazoratsiz qoldirgani oqibatda jinoyat sodir etishiga sharoit yaratib berilgan. Xususan 26-10 yanvardan 11 yanvarga o'tar kechasi Shunos tumani Xo'ja mahallasida yashovchi 2007-yilda tug'ilgan Rahmatov, 2007-yilda tug'ilgan Tohirov, 2008-yilda tug'ilgan Akmalovlar oldindan jinoyat til biriktirib, o'zganing mol-mulkini ochiq talon-toroj qilish maqsadida Shunos tumani Hamza mahallasida joylashgan markaziy sport majmuasi yonida piyoda ketayotgan Namangan viloyatida yashovchi Nasriddinovni to'xtatib, avval uni qo'llari bilan urib, oyoqlari bilan tepib do'pposlab, uning hayoti va sog'lig'i uchun xavfli bo'lmagan zo'rlik ishlatib, uni yonida bo'lgan 400 AQSh dollari narxli iPhone 13 Pro Max rusumli telefonni ochiqdan ochiq qo'lga kiritib, hodisa joyidan yashiringan. Natijada Nasriddinov olgan tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi A va bandlari bilan jinoyat qo'zg'atilib, voyaga yetmagan Akmalovga nisbatan uy qamog'i, qolgan 2 ishtirokchilarga esa qamoq ehtiyot chorasi tanlangan holda sudga ayblov xulosasi bilan jinoyatchi taqdim etildi. Sud hukmini hozir qonuniy kuchga kirgan sud hukmi mavjud. Mazkur oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat sodir etilishiga shart-sharoit yaratgan va o'ziga biriktirilgan ma'muriy hududda jinoyatchilikka qarshi kurashish yetarlicha ta'minlanmagan hududiy profilaktika inspektori Azimov intizomiy jazoga tortilishi ta'minlangan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ1 va 2-sonli qarorlar ijrosi yuzasidan mahallalarning aholi gavjum joy va ko'chalarga video kuzatuv kamera o'rnatish belgilangan bo'lsa-da, sutchilar va sutbuloq mahallalari 4 tadan kamera hisobotlarga qo'shib yozilganligi. Ko'p qavatli uylarga 5 dona PTZ kamera o'rnatish belgilangan bo'lsa, Hamza mahallasida 2025-yilda qo'yilgan 2 ta kamera hisobotlarga shu yilning hisobotlarga qo'shib yozilganligi. Mahallaning asosiy kirish-chiqish joylariga tanib oluvchi kamera o'rnatish belgilangan. Yallanma Ehtirom, Gulzorobod mahallalarida 2025-yilda qo'yilgan kameralar go'yoki joriy yilda qo'yilgani haqida hisobotlarga qo'shib yozilganligi. Ko'p qavatli uylarning eshiklariga 10 dona zamonaviy domofon kompleksi, kirish yo'laklari oldiga 6-9 ta tashish tugmalari o'rnatilishi lozim bo'lsa-da, to'liq o'rnatilmaganligi, hisobotlar qo'shib yozilganligi. 12 ta savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini qo'riqlash xizmati tomonidan texnik qo'riqlovga olinishi belgilanganiga qaramasdan 9 tasigina qo'riqlovga olinganligi, 20 ta namunaviy ko'cha tashkil etilmaganligi, reja ko'rsatishlar bajarilmaganligi aniqlangan. Mazkur holat bo'yicha o'ziga biriktirilgan yo'l harakatida belgilangan vazifalar ijrosini to'liq ta'minlanmaganligi sababli Shunos tuman hokimi o'rinbosari Tojiboyev intizomiy jazoga loyiq bo'lsa-da, uni boshqa ishga o'tganligi munosabati bilan ogohlantirish bilan cheklanadi. Obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish mexanizmini belgilash to'g'risida qo'shma qaror ijrosi ustidan nazorat qilish borasida o'rganish olib borildi. Qo'shma qaror bo'yicha profilaktik inspektor tomonidan 14 ta toifa bo'yicha jami 2313 ta xulosa berilgan bo'lib, 695 tasi qabul qilingan, 15 tasi qabul qilinmagan, 1356 tasi yakunlangan. Joriy yilning o'tgan 3 oylik davrida profilaktik inspektor tomonidan yoshlar yetakchilariga huquqbuzarlik sodir etish yoki uni jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 242 nafar shaxslar bo'yicha xulosa berilgan bo'lsa-da, mazkur toifadagi shaxslarning 106 nafar yoki 43.8% muammolar ijobiy hal etish choralari ko'rilgan. Xotin-qizlar faollariga huquqbuzarliklar sodir etish yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 374 nafar shaxslarga xulosa berilganiga qaramasdan 76 nafarning muammolari hal etilmasdan qolib ketgan. Hududlardagi mahalla fuqarolar yig'in raislari tomonidan esa ijtimoiy profilaktika subyektlariga huquqbuzarlik sodir etish yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 1327 nafar shaxslar bo'yicha xulosa berilib, mahalla yetkiligi tomonidan ularning 998 nafarining muammolari hal etilgan, bir vaqtda 240 nafarining muammolari hal etilmasdan qolgan. Hokim yordamchilari tomonidan xulosa berilgan 231 nafar shaxslarning 63 nafarining muammolari hal etilmagan bo'lsa, ijtimoiy xodimlarga yo'naltirilgan 12 nafar shaxslarning xulosalarining 13 nafariga munosabat bildirilmagan. Soliq inspektorlari esa yuborilgan 14 nafar shaxslarning xulosalari 13 nafarining muammosini hal etish bilan kifoyalangan. Xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarlikdan barham oldini olish bo'yicha PQ1, PQ2 qarorlar asosida tashkil qilmasdan manzilli yo'l xaritalarini to'laqonli ijro etilishini ta'minlash hamda ijtimoiy profilaktika tizimini samarali yo'lga qo'yish
hamda uning ijrosini ta'minlash bo'yicha qat'iy shaxsiy javobgarlik yuklangan bo'lsa-da, tumandagi Markaziy, Oydin, Navro'z, Sohibkor, Navoiy, Tongiyulduzi, Hamza va Istiqlol mahalla fuqarolik yig'inlarining hududiy profilaktik inspektorlar tomonidan joriy yil 1-oyga mo'ljallangan yo'l xaritasi ijrosini ta'minlash bo'yicha amalga oshirish lozim bo'lgan ishlar o'z holiga tashlab qo'yilganligi sababli ularga nisbatan intizomiy javobgarlik to'g'risida ish qo'zg'atilib, ularning 8 nafariga intizomiy jazoga tortilgan. Qayd etilgan holatlar Vazirlar Mahkamasining 25-yil 1-dekabrdagi jamoat tartibini saqlash, jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarlik profilaktikasi sohasidagi hukumat qarorlarini tizimlashtirish to'g'risidagi 754-sonli qarori bilan tasdiqlangan obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktik tadbirni amalga oshirish tartib to'g'risidagi nizom talab buzilganligi sababli mas'ullarga nisbatan qonunda ko'rsatilgan intizomiy ta'sir choralarini qo'llash uchun tegishli idoralarga qonun buzilish holatlari oldini olish borasida ta'minnomalar kiritilgan. Shuningdek, tumanda jinoyatlarni hisobdan yashirish, hisobotlarga soxta ma'lumot kiritish, jinoyat ishlarini qo'zg'atish asosida rad etish, qasddan noto'g'ri malakalash holatlariga tubdan barham berish borasida tuman YBda qayd etilgan jinoyat haqidagi ariza va xabarlar yuzasidan qabul qilingan qarorlarning hamda tergov qilingan jinoyat ishlari tergovisidan qat'iy nazorat o'rnatilgan. Mahallalarda kriminagen vaziyatni barqarorlashtirish hamda yangicha yondashuvlar asos buzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini tashkil etish bo'yicha 40 ta mahallalar har bir mahalla uchun 2-chorakka mo'ljallangan manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritasi ishlab chiqildi va ijroga qaratilib, uning ustidan prokurorlik nazorati o'rnatilgan. Axborotim yakunlandi, e'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Savollar bo'lsa yuqorida qayta kutib o'tilgan kameralar bo'yicha haqiqatan ko'rib chiqildi. Hozir bunga kelib turib 40 ta mahalla Sherzod Hakimovich tashabbuslari bilan undan tashqari 150 millionga yaqin pul ajratilib, PTZ kameralar hududlarga qo'yilishi lozim bo'lgan barcha yo'l xaritasida ko'rsatilgan holatlar bo'yicha pullar ajratildi. Ikkinchi chorak yakuni bo'yicha joyiga qo'yilishi ta'minlanadi. PTZ kameralar qo'yildi. Birinchi chorakda sizga ham ogohlantirildi. Ikkinchi chorakda tadbir bo'yicha ham, ikki bo'yicha ham, chunki so'ralgan mahsulotlar hammasi qilib berildi. Bu yoqda faqat ijrosi ta'minlanishi qoldi. Nazorat bilan ijrosi ta'minlanishi qoldi. Hozirgi bo'lgan gaplarning hammasini Tojiboy ketgan, bu yangi patenni tushuntirish kerak, buni nazoratga olish kerak. Bunisini deyapman. Bundan buyog'idagisi mana pulini boshqasini nazorat qiladi. Undan keyin mana yoshlar bor ekan, yoshlarga ham aytilgan narsalar, berilgan narsalar to'liq bajarilmadigan. Mana mahalla qani mana ishlar. Mahallada ham xuddi shunaqa mana aytilgan nima bajarilmagan. Oldini olmaganning natijasida o'sha yerdan bilasiz chiqadi. Albatta, o'sha mana vazifalar belgilab berildi. Ya'ni agar yo'l xaritada o'zi hamma narsa ko'rsatilganda zo'q. O'shani nazoratga olib, shu qilish kerak. O'sha mahallaning raisi mana yoshlarda aytdi, xotin-qizlarda aytdi, boya mana ijtimoiy nimani aytdi. Men mana bugun qabulda bo'ldim-da. Bittasi aytyapti, shuni bugun hal qilib bermasanglar, bugun men bugun xotinimni olib o'ldiraman.